Yo, hammaga salom bo'lsin. Sizlar bilan men Plyova. Do'stlar, bugungi videoda men sizlarga qanday qilib aslan obunachi yig'ib olishni o'rgataman. Birinchi o'rinda Play Marketga kiramiz, Google Playga va bu yerdan channel deb yozamiz. Mana birinchisida chiqib keladi channel sub. Birinchisidagini tortasizlar, boshqalari ishlamaydi. Faqat birinchisidagi. Men tortganman hozir. Chiqib kirib olaman. Va bu yerga kirgandan keyin mana bunaqa chiqadi. Va bu yerdan mana coin bor, coinlar. Pastda qarasanglar 21 sekund 33 coin ekan. Shuni tepaga qarasanglar, meni 45 pulim bor. Bu coin degani pul. Mana shu videoni ko'rsam yana 33 coin pul qo'shib berar ekan. Va keyin bu yoqqa mana bu chekaga qarasanglar, kompaniya turibdi. Bu kompaniya sal pastda. Kompaniyani ezasizlar, bu yoqqa kirasizlar va plus ezasizlar. Bu chekadagi pastdagi plus ezasizlar. Ezganinglardan keyin birinchisi obuna yig'ib olish, ikkinchisi prosmotr, uchinchisi like yig'ib olish. Hozir menga obuna kerak. Obunani etsam, mana liboy videoni silkasini qo'yishinglar kerak. Mana ko'rsataman. Xo'p, YouTube'ga kirasizlar. YouTube'ga kirganinglardan keyin mana bitta videoga kirasizlar. Liboy bittasini, masalan uchun mashinikini kirgandan keyin поделиться ezasizlar. Keyin menda kopировать ссылка turibdi. Kopировать ссылкani ezamiz va bu yerdan chiqib mayga kiramiz. Keyin bu yerda mana kopировать ссылкani ezganimiz uchun mayda buni ezganimizdan keyin ashi bo'ladida, keyin add ezamiz. Add degandan keyin bizga coindan 3300 ta kerak ekan. Buni sizlar video ko'rib shunaqa coin to'plab olasizlar va 10 ta obunachi beradi, 10 ta like beradi, 10 ta prosmotr beradi shu videolarga. Shunaqa qilib video ko'rib obunachilar ko'paytirib olsanglar bo'ladi. Короче, do'stlar, bugungi videomiz shunlardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib obuna bo'lib turinglar.